أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hurmatli aziz mümin Müslüman din qardoshlarimiz. Bugungi yozmamizda sizga shunday bir turmushdan olingan, shulayıq bir g'ilmli kitobdan olingan qiziqli ma'noli bir hal turunda сөйләп, oxirida sizga shulayıq bir isro berasi kela. Менә turmushda bizning turmush etgan vaqtda, turmush davrimizda turli hallar, voqealar, uchraqlar bo'la. Ham şuşa dünyada şistalıqni, pokliqni, kishiliklilikni saqlaw bek avır. Менә şuşa kishiliklilik turunda, yaxshilikni ko'ra bilu turunda, iminni naq менә şuşa yaxshilikni ko'ra bilu turunda bir şuşa halni söyleyim. Bir halimning yozuviga qaraganda, ul shunday misol keltiradi. Ko'z oldiga keltirigiz, zo'r, motor bir bog'cha. Bu bog'chada mana shunday olli, gulli, motor gul chechaklar, gullar, chechaklar o'sa. Shusha motor g'ajoyib gullar, chechaklar o'sib o'tira turgan bog'chaga o'shib kiralar bol qirti bilan shibin. Ham bol qirti shusha chechaklar, gullar orasına o'shib kirgach, o'zini nektar izlab gullarga, chechaklarga qo'na boshlaydi. Bir chechakdan bir chechakka, bir guldan ikkinchi gulga qo'na ol o'zine nektar rizq izlaydi. Ham o'z ishini ishlagach bog'chadan chiqib ketadi. Shu bog'chaga o'shib kirgan shibin chechakka da qo'nmay. Nindigina motor bog'cha bo'lmasin. Nindigina motor gullar, chechaklar, yashilcha jilak-jimishlar bo'lmasin, shibin bog'chada Şuşu güzel g'ajoyib bog'chada narsa izli? Najis. Ol izli pishroq. Biruk bog'chaga o'shib kirgan bol qirti bilan shibin zo'r ayirma. Bol qirti qo'na chechakka izli nektar. Şuşu motor bog'chaga o'shib kirgan shibin bir nindi motorlikqa qaramishi, u tezakka, pishroqqa, tuzonga qo'na, bolchiqqa qo'na. Менә turmushda jamoat shunday voqealar bo'la. Menim sizga shunday so'rov berasim kela. Kishilikli bo'lib qolib, nindigina kishi yolg'ishlik izlamasin, ishlamasin. Bit turmushda qo'y vaqtda менә bo'la, aytik musulmonmi, musulmon tugilmi? Har bir kishi qilarga mumkin yolg'ishlik. Ham kishi yolg'ishlik qilib, shusha yolg'ishlik orqasida biz onun bulgan yaxşı yoqlarin yeyse bütünlüğü ko'rmaymiz. Yeyse sızıp atabız da şuşa naşarlığı turunda söyley başlayız. Ebit onun bar birgine tugul bik ko'p bir neçe yaxşı mükemmel yağı bulurga mümkün. Ne için soň biz menä şuşa vaqiğany ko'rgäç, şuşa kişinin şuşa halin ko'rgäç, yalgışlığın, eşekligin ko'rgäç, onun yaxşı yağın unutabız. Sorawım менә шундыйрак. Бу turmushda shibin bo'lmishi, bol qirti bo'lib, bog'chaga o'shib kirgach, ondagi gullarni, motorlikni, aylana tiradagi go'zallikni, kishidagi yaxshilikni ko'rib yashar uchun nishik bol qirti bo'la bilirga kerak bu turmushda.